NATO Moskvaning sharqqa qarab kengaymaslik talabini muhokama qilmayapti. Ommaviy axborot vositalari bu mavzu so'nggi va uzoq muddatli uchrashuvlarning hech birida ko'tarilmagan deya ma'lum qildi NATOning vaziyatdan xabardor rasmiylari Ozodlik radiosiga. Ulardan birining so'zlariga ko'ra, kengaymaslik to'g'risidagi yozma majburiyat Rossiya shunchaki olishi mumkin bo'lgan imkoniyat emas. Chunki davlatlarning qaysi ittifoqqa qo'shilishini erkin belgilash huquqi bir qator xalqaro shartnomalarda mustahkamlangan. Xitoy Makronning Ukrainani Tayvan bilan solishtirganini tanqid qildi. Agentlik bu haqida Xitoyning Singapurdagi elchixonasi bayonotiga tayanib xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, Fransiya prezidenti Singapurdagi Shangri-La xalqaro xavfsizlik forumida agar Rossiyaga hech qanday cheklovlarsiz Ukrainaning bir qismini o'z nazoratiga olishiga ruxsat berilsa, unda Tayvan bilan nima bo'lishi mumkin degan edi. Ukraina va Tayvan masalalarini taqqoslamaslikka chaqiramiz. Bunday harakatni qabul qilib bo'lmaydi. Tayvan masalasi Xitoyning ichki ishi deyiladi. Xitoy elchixonasi bayonotida.